azizlar, biz Asakani bozoriga kelyapmiz. Asakanilar bo'lsa bir donadan lak turib, ya'ni yurakchan urib, podpisatsiya bosib qo'yasizlar degan umiddamiz. Mana Asakani bozori qanchalik o'zgarib ketgan, ana musofirda yurgan aka-ukalarimiz bor, opalarimiz bor. Shularga qiziq bu narsa, interesli bo'ladi. Chunki biz ham musofirchilikda ishlaganmiz. Mana bozorlarimiz qandaydir ko'rging keladi baribir. Shu narsalarni qanchalik o'zgarib ketdi Asakamiz. Yo'llari keng bo'lib ketdi. Juma masjidimiz katta masjid. Mana svetoforlarimiz. Oldin mana shu yo'l bitta yo'l bo'lardi bilsanglar. Bu yoqdan ketib, bu yoqdan kirardik. Opam ko'kka ham qaramaydi, opam. Bizda shu jichchani borda baribir. Ahamiyat bermay qolamiz. Jindek birarda. Vokzal tarafimiz bu taraf, vokzal. Bu ko'kka qaragan yo'q opamiz. Jamandillar turibdi mana doimgidek. Obroxotimiz, lakasi Obroxot ko'pchilik taniydi bu yerni. Bundan keyingi videolarimiz, misol mana shu birinchi videoim meni. Hop, biz telefon bilan shug'ullanamiz. Keyingi videoda qaydlarni olay, shularni bir kommentariyalarda o'z izohlaringlar qoldirib ketsanglar, xudo xolisa, men kunda yo'lda yuraman. Telefonda. Hop, o'z jamoamiz bilan birgalikda ishlaymiz. Yo'lda men kamerani yoqib qo'yib, chet davlatda yurganlarga interesli bo'ladi bu narsa. Shunda video qo'yib turaman. Agar kimga manfaatli, kimgadir bir qiziq bo'layotgan bo'lsa, kommentariyalarga o'z izohlaringlarni qoldirsanglar, yoqyapti degan kommentga yozib qo'ysanglar, xudo xolisa, videoni kunda 2 martadan ham qo'yilaveradi. Chunki bir kunda biz vodiy bo'ylab xizmat qilamiz. Vodiy bo'ylab xizmat qilganda shunda bir kunda Farg'onadan Lavrov tomonga Namanganga borib qolishim mumkin. Hop, Farg'onadan Namanganga boramiz. Misol vodiy bo'ylab bo'lgandan keyin vodiy ichida qayerga bo'lsa boramiz. Xullas, kim qayerdan kommentariyalarga yozib ketsanglar, o'z jamoamiz bilan yuramiz. Men sexda bukib tayyorlab, dastavkasiga olib boraman, qatnayman. Biz akasi o'lchaymiz. Kimlar telefon ishlari bo'lsa bemalol aytasiz. Borib o'lchab, hisob-kitob qilib, xudo xolisa kelishib qolsak, qilib beramiz hamma. Inshaalloh nasib qiladi. Mana hozir bozor tarafga kelyapmiz. Kamera qo'yib qo'yibmiz. Hozirga keldik. Va nihoyat yetib keldik joyimizga. Yozib o'tiramiz. Bizdagilarimiz yetdi ekan. Mana shu joyimiz bo'ladi. Hozir shunday shafkamiz ichkari xona bo'ladi. Jiddiy material yetmay qolibdi. Shuni olib keldik. Ustalar bilan gaplashamiz. Bu Hormelu. Charchamayapsizlarmi? Rahmat. Qolib ketibdi-da. Kuyov bola.
Hormang endi kuyov bola. Assalomu alaykum. Siz qandaysiz? Charcham. Assalomu alaykum. Rahmat sizingiz charcham. Ha? Yo'q, unaqa emas. Charchamayapsizlarmi? Ishlar bo'lyapti. Rahmat. Shu yelaklarga qilib yopishtirib oldim. Sal ketishsin. Oldim anaqasi. Aha. Shu zo'r ekan. Telefonga udar ekan. Ro'za kamerasi bor. Telefonga Hı. Iloji bo'lsa mana shunday tanlovlarni telefonga qiyishinglar maslahat beraman. Telefonchi qilgani yaxshi bo'ladi. Shu bitta ikkita qo'yiladi telefonchi qo'yganda biz ko'rmadik buni tanlovsini. Xo'p, shuni biz telefondagi o'rqildik. Bu joyimizni 35 million so'm. Bahosi. Jamoamiz bilan birgalikda kamiz uchun reja olib chiqyapmiz hozir kamizga. Mana bu tomonlarni buzamiz hali. Shunday shapka bo'ladi uch tomonlar. Mana bu joy bor. Aytgandek ko'cha tomoni ham bor. Bu yerimiz 17 metrga 4 metr. Qolgan joylar. Biz joydan boshlaganmiz, kecha boshladik. 4 metrli narsasi bari hammasi kelgan. Bu joyimiz 125 ming so'mdan beryapmiz. Asaka yo'lda yozib o'tirdi. Rekamiz 4 ga 2 ekanligini foydalanyapmiz. Kamizlar barcha narsa oqqa mokli qilib ishlayapmiz. Tayyor ekanmiz, mokli ishlaymiz. Biz sizlar 4 ga belbog'am qo'yamiz. Bunga 1,5 ming oq qo'yib beryapmiz. Mana bu narsalarga nihoyatda zo'r.